Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Meni 150 ta obunachim bor. Men ulardan oddiy aholiga o'xshab kiyinishlarini so'radim. Kim zo'r ekanligini aniqlashim uchun. Mana nima uchun biz guruhdamiz. Quloq solinglar, men sizlarga latifa aytib bermoqchiman. Xo'sh, Bir kuni tovuq lekin ular tadbirda ishtirok etishlaridan mahrum bo'lishlarini bilishmaydi. O'yinda aholilardan qaysi biri g'olib bo'lsa, Groxdan sirli sovg'a oladi. Sizlarga omad tilayman. ana bo'lmasam olg'a. Do'stlar, iloji borsa tezroq yuguringlar. Bu sizni anchagina vaqtingizni tejaydi. Siz bu sinovdan 4 daqiqa ichida o'tishingiz kerak. Agar undan ko'p vaqt sarflasangiz, siz o'yindan chiqib ketasiz. Do'stlar, yiqilishni xayolingizga ham keltirmang. Chunki pastda vulqon ko'tarilyapti. Vulqon ko'tarilyapti. Iyo la'nati. Jirosi vulqon borgan sari yaqinlashib kelyapti. Biz ulguramiz. Endi nima qilishim kerak? Jinursin, tezroq ko'taril, ular pastda birin-ketin o'lishyapti. Sivin, men seni yaxshi ko'raman oshna. Sivin, joginam. Tushunmadim, nima bo'lyapti? Kupa kunduz bu yerda nima bo'lyapti? Men mana bu tvar bilan o'rgimchak inida tiqilib qoldim. Tezroq qimirla Sivin. O'chirib o'zingni beradi. Jirosan. Do'stlar, menimcha sizlarda umuman imkon yo'q. Mana bular yaxshi uddalashyapti. Bulardan bir nima chiqadi. Vulqon yuqoriga ko'tarilgan sari sakrash juda ham qiyin bo'lib boraveradi. Men sakra bilmayapman. Men ham sakra bilmayman. Shoshma, orqaga qaytamiz. Bo'la qolinglar. Jinursin, 10 soniyadan so'ng vulqon yana tepaga ko'tariladi. Qani bo'la qol. Jirosan, meni uddaladim. Qadaringga la'nat. Bu seni oxirgi sakrashing. Menimcha shunday. La'nati. Birinchi raundda 150 ta ishtirokchi bor edi. Hozir esa ishtirokchilarning soni 109 ta qoldi. Hozir esa ikkinchi raundda sizlar 3 ta devordagi suratdan birini tanlashingizga to'g'ri keladi. Agar uddalasangiz, keyingi raundga o'tib olasiz. Menimcha bu yerdagi ishtirokchilarning barchasi keyingi raundga o'tmoqchi. Bo'lmasa boshladik. Qani olg'a. Do'stlar, orqaga qo'rmanglar. Axir bu oson-ku. Jirosan, Sarimsoqov o'ldi. Nima, Sarimsoqov o'ldimi? Bu Sarimsoqov. Menimcha bu raundda ko'pchilik o'lsa kerak. Menga qara, mana bunday o'tish kerak. La'nati, men atash kerak ekan. Shuning uchun aytishadi, maqtanmagin deb. Agar ular o'tish olmasa, men o'taman. Shu madam Grox bizga bir chelak suv berdimi? Haligi biz yiqilib, Yo'q doim. Oshna, men seni o'lding deb o'ylagandim. Sizlar hali tirikmisizlar? Bu yo'q Terminator bo'ldi-ku. Men uddaladim. Yuqoriroq sakrashingiz kerak. Yuqoriroq deyapman. bo'ldi Grox, men seni tushundim. Jinurson, Qurbaqajon, faqat sen emas. Biz qolgan ishtirokchilarni qizil va ko'k guruhlarga ajratib qo'ydik. Ularning keyingi sinovlari tezlik bo'ladi. Guruhlardan qaysi biri birinchi bo'lib narigi tomonga o'tadigan bo'lsa, narigi tomondagi platforma portlaydi. Do'stlar, bardam bo'linglar. O'zingizni bosing. Bu sinov juda ham katta mahoratni talab qiladi. Chunki juda ham tezlik bilan narigi tomonga o'tib olish kerak. Pastda esa sizni vulqon kutib turibdi. Agar vulqonga tushib ketadigan bo'lsangiz, o'yinga qaytib qo'shilmaysiz. Do'stlar, biz birdan bo'lishimiz kerak. Agar bloklaringiz bo'lmasa, ko'prikning ustiga yurmanglar. Do'stlar, ehtiyot bo'linglar. La'nati. Do'stlar, ehtiyot bo'lishingiz kerak, chunki PvP boshlanyapti. Ehtiyot bo'linglar, ularning kamoni bor ekan. Bizning qurolimizda ham zahari bor. Qoch. Jirosan, menga emas, unga o'tgin. So'kinish bo'lmasin. Mana buni olgin oshda, lekin hech kim bilmasin. Bitta blok xolosmi? Do'stlar, sizlar blokni mana bu yerga keltirishingiz kerak. Ularga quloq solmanglar, menga bloklarni keltirib beraveringlar. Mana endi ko'ramiz, bizni nima kutib turibdi. Gulchi, menga bloklarni ber. Tushunmadim, qayerga ketyapsan, Gulchi? Mening ismim Gulchi emas, Googly. Do'stlar, bo'la qolinglar, vaqt yo'qotyapsizlar. Menimcha bizga yetarli bo'lsa kerak. Qoyil. Yo'q, xudoyim. Qoyil, ofarin oshna. Nimaning ovozi edi bu? Tinchlaninglar, o'zingizni bosing. Yuqoriga qaranglar. Shunisi yetmaydiruvdi. Menimcha biz KFC bo'lamiz. Grox, unday qilma, Grox. Nimalar bo'lyapti? Grox, bizning komandamizda o'ynamayotgan o'yinchilar ham bor. Lekin baribir biz g'olib bo'lamiz. Mana endi navbat ko'k rangli guruhga. Endi ular narigi tomonga o'tishga harakat qilishadi. Menimcha qizillar unchalik ham xursand emas. Narigi guruhdagi o'yinchilar xursand bo'lish kerak. Chunki biz bu yerda sog' salomat turibmiz. Qoyil, hammasi yaxshi ekan sizda.
To'g'ri, hali o'yin oxirigacha yakunlangani yo'q-ku, lekin kelinglar, keyingi raundga o'tamiz. Bu qayiqlar poygasi raundi. Agar bu yerda yiqilib o'ladigan bo'lsangiz, sizda yana bir imkoniyat bo'ladi. Xo'sh, kim birinchi bo'larkin? Qani bo'shashmanglar, olg'a! Yo'ldan qoch, Hopsimiz. Sen o'ldim deyaver. Esing joyidami? Agar o'ladigan bo'lsak, bizda yana bir imkoniyat bo'ladi deb aytdi-ku. Ha, demak senga yetay deb qoldim. Esing joyidami? Kim qayerlarda yuribsan? Ehtiyot bo'l, bu yerda jarlik bor. Nima? Jarlik bor, obbo. Oshna, sen oxirgi bo'lib boryapsan. Oshna, sen ishonchli qo'llardasan. Men seni marraga o'zim eritib qo'yaman. Tushunmadim, Sivit, sen uni u yerda qoldirib kelsang ham bo'lardi. Chunki u bizni oldingi raundda qutqargan edi. Endi qutqarish mening navbatim. Obbo. Jirursa, qil ustida yurayotganga o'xshayman. Ehtiyot bo'lish kerak, shoshilmaslik kerak va ehtiyot bo'lish kerak. Yo'ldan qochinglar, tasqaralar. Hozir men sizlarga tryuk ko'rsataman. Ha, o'li, tryukingga o'rgildim. Bu finishmi? Qo'yin. Biz uddaladik. Ya, bu yerda ko'pchilik ekan-ku. Biz hali yetib kelganimiz yo'q. Sivit, sen buni uddalaysan, deyarli yetay deb qolding. Eshityapsanmi Oshna? Grox bizga ishonyapti. Grox, bunga qara, men drift olaman. Do'stlar, shoshilinglar, sanoqli vaqtingiz qoldi. Qara, F-bo bo'la qol, biz uddalaymiz. Bo'la qol, oshna, vaqtimiz kam qoldi. Qo'yin. Biz uddaladik. Yo'llanatlar, olg'a. Tushunmadim, bular nima qilishyapti? Keyingi raundda biz speedrunnerlar o'yinini o'ynaymiz. Shu raundda g'olib bo'lgan ishtirokchi keyingi raundga o'tadi. Qani, bitta boshlanglar. Hoy, bitta deyapman. Hoy! Grox nima deyapti? Vaqardan eshitib bo'lmayapti eshitmani. Yo'q do'yim. Mayli oshna, qani birinchi sen boshla. Bo'lmasam men boshladim. Bu raundda juda ham tezlik bilan narigi tomonga o'tib olish kerak. Iloji bo'lsa yugurib, sakrab bloklarning ustidan o'tish kerak. Agar kimda kim oxirgi bo'lib keladigan bo'lsa, yarim o'yinchi chiqib ketadi. Men o'tib oldim. Sen 68-chi bo'lib kelding. Do'stlar, agar sizlar Grox, men mikrofonga muhim xabarni aytsam bo'ladimi? Mayli. Voy, quloq solinglar. Agar sizlar oldin qizil guruhda bo'lgan bo'lsangiz, demak sizda imkoniyat yo'q. Nimalar deyapti bu? Qizil guruhdagi o'yinchilar sizlar o'ldim deya beringlar. Xo'sh, demak keyingi ishtirokchi Sivit. Qara, Sivit bo'la qol, biz senga ishonamiz. Ko'rdingmi, 18 soniyada keldim. Bitta ham xato qilmadim. Ha, Sivit, sen hozircha yaxshi natijani ko'rsatyapsan. Lekin oxirida ko'ramiz kim tez yetib kelgan ekan. Qani keyingisi, F-bo bo'la qol. Men senga ishonaman. F-bo, nimalar qilyapsan? Jin ursin, men oldingiday rekord qo'yib bilmayapman. Qiziq, mana bu yo'lda yursa bo'ladi-ku. Lekin nima uchun ular qiyin yo'llar yurishyapti? Agar sizlar tezroq yetib olmoqchi bo'lsangiz, sizlar 3 ta yo'ldan birini tanlashingizga to'g'ri keladi. Grox, meni shunchaki o'ldirib qo'yib bilmaysanmi? Men bu yo'lakdan o'ta olmayman. Unga rahmini keltiradigan biror nima aytib ber. Bo'la qol oshna, sen buni uddalaysan. Qo'yil, men o'tib oldim. La'nati, sen 5 daqiqa deganda o'tding. 1000 sekundga o'tsa ham bo'ladimi? Unday qilmanglar oshna. Nima, bu yerda bir oy qolib ketmoqchimisan? Do'stlar, bu yerga kutishdan foyda yo'q. Menga nimadir demoqchimisan? Jin ursin, sizlarni kutib o'tirishingizga qarang. Qani, Pirmat bo'la qol. Men ismim Pirmat emas, Parpi. Haligi, mayli. Qani keyingi ishtirokchi? Bu yerga kimdir yetmayapti. Kris hali o'tgani yo'q. Yo'q, anchadan beri o'tgani yo'qmi? Sen bilan suratga tushsa bo'ladimi? Men yetib keldim va nihoyat. Yo'q, do'yim, 2,5 soatga o'tdingmi? Padaringga la'nat, seni kasringga qolib bozorga chiqib kelishimga to'g'ri keldi o'yinni tashlab. Men o'tishda oson yo'lini topdim. Yo'q, rostmi? Faqat hech kimga aytma. Do'stlar, hamma bu yerga kelsin. Xullas, bir necha soat mashaqqatli sinovlardan so'ng men ularni birma-bir raqamlar ketma-ketligiga joylashtirib chiqdim. Xo'sh, ko'raylikchi, hammasi joyida. Hoy, Grox, sen ham bu yerga kelmaysanmi? Axir seni otib tashlashadi-ku. Uzr oshna, yarmingiz chiqib ketishiga majbursizlar. Balkim sizlarni keyingi safar omadingiz kelishi mumkin. Keyingi sinovimiz qurilish deb nomlanadi. Sizlarning vazifangiz mana bu ekranda ko'rinib turganlarni qurishingiz kerak. Agarda boshqa narsa quradigan bo'lsangiz, sizlarni avtomatik tarzda otib tashlayman. Xo'sh, birinchi sendan boshlaymiz, Sivit. Bu nima, daraxtmi? Bu gujum daraxti. Mayli, lekin nima uchun aynan gujum daraxti? Nima, meni qo'limdan hech nima kelmaydi deb o'yladingmi? Mana bunda. Bu daraxtni men Minecraftdan olib keldim. Mayli, buni belgilab qo'yamiz. Xo'sh, keyingisi. Grox, bu uyni daraxtning ustida qurdim. Mayli. Hoy, Grox. Ro'zi Choriyevning uyi menimcha o'xshamay qoldi. Yo'q, u haqiqatan ham Ro'zi Choriyevning uyini qurdimi?
yo'q xudoyim. Nima uchun Ro'zichorovning uyini bunaqa qurib qo'yding? Aytdim-ku, u meni g'ashimga tegyapti. Tushunmadim, bu Ro'zichorovning uyi deb Ro'zichorovnikini yasab qo'ydimi? Menimcha buni ataylab qilgansan, to'g'rimi? Bu nima deb o'ylaysan? Kimning ekkan daraxti rasvo chiqyapti? Menimcha Ro'zichorovniki rasvo. Bo'ldi, men topdim. Voy, Ro'zichorov, qayerdasan? Bo, Grox, Ro'zichorov yerini kavlayman deb tushib o'lib qoldi. Bo'ldi, uni mag'lub bo'ldi deb hisoblaymiz, chunki o'z xohishi bilan o'ldi. Xo'sh, qani ko'ramiz, keyingi qurilish qanday bo'ladi? Mana bu baqaybat cho'chqa Peppa. Mayli, bahaybat cho'chqa Peppa. Oshna, cho'chqa Peppa ham shunaqa bo'ladimi? Jinursin, axir bu kaman-ku. Shoshma, buni sen qurdingmi? Aha. Yo'q, haqiqatan ham menga yoqyapti. Baxtiyor, sen nimalar qilyapsan? Bu yana nima balo bo'ldi? Biz texnoblade quryapmiz. Nima deb o'ylaysizlar? Bunga birinchi o'rinni beramizmi? Ha, yomon emas. Oho, bu nima balo? Kalla kesarmi? Men o'zim seni qurmoqchi edim, lekin hamma seni quryapti. Shuning uchun men kalla kesarni qurishga qaror qildim. Mayli, yomon emas. Oshna, Grox, men seni xafa qilmoqchi emasman-ku. Kimdir seni haykalingni yasagan, lekin kallasini olib tashlagan. Tushunmadim, kallamni olib tashlagan. Kim, qayerda, qani? La'nati, buni kim qildi? La'nati. Xo'sh, Sivit, sen nima qurding? Bu qurilma men ko'rgan va men bilgan eng yaxshi qurilma. Hoy, Grox, sen yozuvini o'qidingmi? Qanaqa yozuv? Bu yana nima balo bo'ldi? Men buzuqi odamman. Voy, men bunaqa yozmagan edim. Bo. Lekin bu juda ham qiziq. Sen o'zingni mana shu yerga sig'dirdingmi? Mayli, keyingisiga o'tamiz. Grox, meni qurilmamga nima deysan? Hozir ko'ramiz. Men qoya toshni xohlayman. Xo'sh, mana bu oxirgi qurilma ekan. Yana bitta qurilmani ko'raman-da, keyin esa oxirgi finalniy raundga o'tamiz. Xo'sh, sen nimani qurgan ekansan? Men qurilishni tugatdim. La'nati. Voy, seni qurilmang qayerda? Mana shundoqqina oldimizda-ku. Dream Darkwise'ga qarshi. Bo'ldi, tezroq boshqasini ko'rsating, boshqasini. Nima balo, o'lib qoldingmi? Voy, sen hech nima qurmabsan-ku. Men seni kutib turgan edim, latifa aytib beraman deb. Nima uchun tovuq yo'ldan o'tyapti? Bilasizlarmi, men qolgan obunachilarni o'ylagan holda bu ishni qildim. Chunki uning latifasi qiziq emas edi. Tushunmadim, sen nima qilyapsan? Kelinglar, men shu latifani o'zim aytib beraman. Nima uchun tovuq yo'ldan o'tgan edi? Agar menga bunday qarab tursang, agar men aytib bilmayman, yo'qol bu yerdan. Xo'sh, demak sizlar keyingi raundga o'tasizlar. Bu o'yinimiz oxirgi o'yin, final. Oxirgi finalni o'yinimizning nomi Spliff deb nomlanadi. Bir kishi tirik qolgan g'olib bo'ladi. Quloq solinglar, men qolganlarni kuzataman. Qani bizning qizlarimiz nima qilar ekan? Bizda qiz yo'q-ku. Menimcha bular birlashyapti. Qani bo'lmasam boshladik. Quloq solinglar, men eshitishim bo'yicha Durnazar o'ziga guruh tuzyapti. Men buni boshqa o'yinda ham ko'rgan edim. Menimcha u nima qilayotganini o'zi biladi. Bo'lmasa kelinglar, kelishib olamiz. Ko'ramiz, Evbo bilan Minik birlasharmikin. Menga gapirmanglar. Durnazarni men o'zim tinchitaman. Bular toshdan birlashadi. Tushunmadim, sen 5 ta odam to'pladingmi? Men seni eshitishni xohlamayman. Muhimi g'alaba emas. Ba'zan tirik qolish uchun birlashish kerak. Meni ham oldimga kimdir kelsin. Bo'ldi, oshna, men boryapman. Tushunmadim, Ramazon menga Durnazarni oldiga borishga xalaqit qilyaptimi? Oshna, meni tangimdagi blokni sindirib bilmaysanmi? Agar shamol bo'lsa uchib ketmaysanmi? Quloq solinglar. Durnazar, Farmon va men birlashyapmiz. Men bir Anvarni oldiga o'tib kelay. Sivit, balkim biz... Uzr oshna, men sen bilan birlashmayman. Yo'q, rostami? Demak sen yer ostiga tushmoqchisan. Sivit. Tushunmadim, kim o'ldi? Sivit dedimi? Tushunmadim, Sivit, sen mana shu itvachaga yutqazib o'tiribsanmi? Nima, meni o'ldirish oson deb o'ylayapsanmi? Hoy do'stlar, menga ko'proq shamolning kuchi kerak. Bunga ishonching komilmi? Xayrli kun do'stim. Menga bonus berildi. Yana narigi tomon qoldi, narigi tomon. O'zingni bos, oshna. Biz buni uddalaymiz. Men Ro'zichorovni o'ldirdim. Ro'zi! Oshna, seni yaxshigina qobiliyating bor ekan. Rahmat oshna. Ko'p xursand bo'laverma. Nima, sen meni oldimga chiqyapsanmi? Sen o'z qobiliyatingga ishonaverma. Mayli, o'zing xohlading shuni. Sen meni oldimga kelayotgan bo'lsang, men seni oldinga o'zim boraman. Chunki seni komandangda 5 kishi bor edi. Men ularni birma-bir yo'q qildim. Mana endi oshna qo'rqma, sen oxirgisi bo'lasan. Bo'ldi, kelishdik. Mayli, agar sizlar shuni xohlasangiz, men sizlarning ustingizdan hukmronlik qilaman.
Qani do'stlar, bo'la qolinglar. Bizning vaqtimiz g'animat. Barchangizga omad tilayman. Do'stlar, agar sizlar ham shu o'yinda o'ynamoqchi bo'lsangiz, albatta menga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Qani uruni deyapman. Baqirmang, eshityapman. Men barchasiga tayyorman, lekin undan oldin Durnazarni o'ldirishim kerak. Men esa sekingina ularni birma-bir uxlataman. Nima, sen meni oldimga kelmoqchimisan? Aldamoqchi emasman-ku, lekin sening kuning bitdi. Demak, bu guruh jang bo'ladi. Demak, biz bu yo'ldan boramiz. Wow. Nima uchun meni tagimdagi bloklarni sindiryapsan? Hoy, bunday qilma. Axir biz do'st edik-ku. Nima uchun sizlar xavfsiz joydasizlar? Oshna, kel birlashamiz. Shu madam, sen menga yordamga kelmoqchimisan? Ehtiyot bo'linglar, dinamitlar biringizni boshiga kelib tushishi mumkin. Biz dinamitlarga qaraylikmi yoki raqibimizgami? Jur'atun juda ham baquvvat ekan-ku. Menda muammo bor. Yo'q. Obbo la'nati. Faqat Durnazar emas. Obbo. La'nati. Qoyil, Durnazar g'olib bo'ldi. Mana endi ko'ramiz sirli qutining ichida nima bor ekan. Sen $1000 qo'lga kiritding. Agar menga obuna bo'lmasang, aholi kuyadi.